Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun kiberxavfsizlik 4-darsimiz. Bugun sizlar bilan Linux command line ko'rib chiqamiz. Linux komandalari. Ya'ni keling, biz Linuximizni ishga tushirib olamiz. Tak. Linux command line. Ya'ni siz DevOps bo'lsangiz ham, kiberxavfsizlikda ham yoki backend har qanaqa dasturchi, ya'ni IT mutaxassis bo'lsangiz ham Linuxni bilishingiz kerak. Sysadminlar ham bilishi kerak. Tak, mana shu qora oyna sizlar mana shu tizim bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilishinglar, ya'ni buyruq, komandalarni bajarishinglar uchun ishlatiladigan narsa qora oyna, terminal deyiladi. Terminalda sizlar bilan ko'radigan birinchi komandamiz. Kelinglar, list komandasini ko'ramiz. List komandasi ls deb yoziladi. ls deb enter bosadigan bo'lsanglar, kelinglar, men yangi direktoriy ochaylik. Test rejim uchun list komandasini teramiz. Ya'ni mana shu direktoriyada hozirlarda hech narsa yo'q. Buni qanaqa tushunsak bo'ladi? Sizlar Windowsda yoki bo'lmasam Linuxda desktopga kirsanglar yoki userga kirsanglar, hozir men 1 degan papka ochib olganman. Mana 1 degan papka tepada Windowsda turadi-ku. Windows users nimadir, mana shu direktoriy, mana shu nima deydi, papkadamiz hozir. Hozir mana shu papkani ichidamiz. Buni qanaqa ko'ramiz? Print word directory, ya'ni pwd komandasini bosadigan bo'lsak, mana chiqadi. Biz home direktoriyasidan, ya'ni home papkasining ichidagi user papkasining ichidagi 1 degan papkani ichidamiz. Ya'ni mana butun yo'lni, ya'ni pz ko'rsak bo'ladi. pwd komandasi bilan. Ya'ni mana bu yerda bir xil turibdi. Agar biz hozir botga touch komandasi bor, ya'ni biz bitta fayl yaratamiz. Touch deb turib test.txt deymiz. Yaratadigan bo'lsak, bu yerda mana test.txt chiqdi. Ya'ni mana shu direktoriyada. Kelinglar, ls komandasini ishlatib ko'ramiz. List komandasi mana test. Ya'ni bu yerda nima bo'lsa, mana shu papkada chiqib ketib qoldim. Papkada nima bo'lsa, o'shani ko'rsatadi. List komandasi. Clear komandasi bor, ya'ni terminalda keraksiz mana bu ko'p komandalar yozib olgan bo'lsanglar, tozalash uchun oynani clear bosamiz, shunchaki oynalar tozalanadi. List komandasini ko'rdik. pwd komandasini ko'rdik. Hozir mana user ichidamiz. Bizda cd, ya'ni change directory degan komanda bor. Keyingi komandamiz. Change directory nima qiladi? Hozir biz turgan joyni ko'ramiz. Mana user papkadamiz. Agar biz user papkadan, ya'ni mana bu papkaning ichidan, usersdan cd change directory komandasi bilan papkaning nomini yozsak, masalan cd 1 degan papkaga kiraman. Boyagi papkaning ichiga kirdim, yaratib olgan papkamizga. Uni ichini ko'radigan bo'lsam, list bilan mana test.txt bor. cd komandasi nima qilar ekan? Ya'ni sizlarni papkaga kirishinglar, ya'ni papkalarning ichidan ichiga o'tishinglarga nima deydi? Ishlatiladigan komanda. Endi qaranglar. cd joy tashlab ikkita nuqta qo'yadigan bo'lsak, bizda nima qiladi? Hozir misol uchun 1 degan papkaning ichida turgan bo'lsak, mana 1 degan papkaning ichidamiz. cd deb ikkita nuqta qo'ysak, joy tashlab enter bossak, nima bo'ldi? Ya'ni bitta orqaga qaytdi. Ya'ni biz bu joyda turdik, hozir bitta orqaga qaytdi. Demak, yana tozalaymiz. cd komandasi ikkita nuqta bilan orqaga qaytar ekan. cd ni o'zi bilan birorta papkaning nomini yozadigan bo'lsanglar, misol uchun cd downloads qilamiz. Downloads degan mana papkamiz bor ekan bizani. Downloads ga yozadigan bo'lsak, oxirida mana shunaqa slash chiziqcha tushib qoladi papkalarda. Ya'ni u o'zi mana misol uchun cd qilib orqaga qaytamanda, cd downloads papkasiga kirmoqchi bo'lsam, например, deb yozaman, tabba bosadigan bo'lsam, chiqib keladi. Enter bosaman, kiradi. Ya'ni biz hozir nimadamiz? Downloadsdamiz. Orqaga qaytamiz. Yana shu komandalarni qaytarib chiqamiz. Music papkasiga kiramiz. cd music mana o'zi yozdi tab bilan. Kiramiz, qaytamiz, music damiz. Ichida nima bor? Hech narsa yo'q ekan. Va Linux tizimlarida secret fayllar bor, ya'ni sirli fayllar, ya'ni ko'rinmaydi. Prosta kirganingizda ko'rinmaydi. Misol uchun bir papkasiga kelinglar. Kirib sirli fayl yozamiz. Misol uchun touch komandasini ko'rdinglar. Touch komandasi fayl yaratadi. Misol uchun secret.txt qiladigan bo'lsak, bizda mana ko'rinadi.
ls qilsak ham mana chiqib kelyapti. Agar biz kuch bilan nuqta bilan yozadigan bo'lsak, misol uchun nuqta secret 01 nuqta txt, ya'ni secret 01 degan fayl yaratadigan bo'lsak, faqat boshidan, ya'ni fayl nomini boshidan nuqta qo'yadigan bo'lsak, bizada ls komandasida chiqib kelmaydi. Ya'ni bu sirli fayl bo'lib yaratdi. Bu yerda ham ko'rinmaydi. Agar biz buni ko'rish uchun nima qilamiz? ls komandasini terganimizdan keyin joy tashab -la qilamiz. Ya'ni sirli papkalarni ham ko'rsatdi. Ya'ni ko'rinmaydigan yashirin papkalarni. Mana terganimizda bizda chiqib keldi mana. Nuqta secret 01.txt. Ya'ni ko'ra oldinglar qanaqa qilib yashirin fayllarni topishni yoki bo'lmasam kelinglar yana bitta komandani ko'ramiz. Make dir degani, ya'ni bu papka yaratadi, fayl emas. Misol uchun papkaning ichidan papka yaratadi. Test 1 degan papka yarataylik. Mana bu yerda ham papka tushdi, fayl emas. Buning ichidan ls qilamiz. Mana papka ko'rinyapti. Kelinglar yana bitta sirli papka yaratamiz. Endi mkdir.secret pastki chiziqcha, ya'ni biz o'rtasidan joy tashlamaymiz, pastki chiziqcha. Chunki ikkita fayl bo'lib tushadi. Alohida joy tashlab yozadigan bo'lsanglar, secret papka deymiz, mayli. Ya'ni biz ls qiladigan bo'lsak, mana biz hozir yaratgan secret papkamiz, ya'ni sirli papkamiz ko'rinmayapti. ls-la komandasi bilan, lekin mana secret papkani ham, secret 01.txt faylini ham ko'rsak bo'ladi. Endi kelinglar birdaniga cd komandasi bilan yaxshi manipulyatsiya qilishni o'rganamiz. Ya'ni direktoriyalar ichida o'ynash. Например, biz ls-la qilganimizda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bor, ya'ni papkaning ichida bor fayl va direktoriyalardan tashqari ikkita nuqta va bitta nuqta turibdi. Agar ikkita nuqtani teradigan bo'lsak, misol uchun cd buni bosadigan bo'lsak, orqaga qaytaradi. Agar bitta nuqta bosadigan bo'lsak, shu joyda qoladi. Ya'ni mana turibdi shu joyda. Agar ikkita yozadigan bo'lsam, nima bo'ldi? Bitta orqadagi direktoriyaga qaytdi. Kelinglar yana oldinga kiraman, 1 degan papkaga. Endi kelinglar anaqa qilamiz. Misol uchun cd test 1 degan papkaga kiramiz. Ichidan fayl yaratamiz. Misol uchun nima? file.txt deymiz va orqaga qaytamiz. Biz hozir qayerda turibmiz? Biz 1 degan papkada, ya'ni mana bu joyda turibmiz. Bizda test ichiga, test 1 degan papkaning ichiga hozir fayl yaratdik, lekin biz uni ichida emasmiz. Biz bitta komanda orqali o'tib kirsak bo'ladi. Ya'ni cd direktoriyaga kir, bitta orqaga qayt, ya'ni turgan joyimizda yoki bo'lmasam kelinglar o'sha testga kiramiz. Test 1 degan papkaga. Biz user ichidagi 1 degan papkaning ichidagi test 1 papkasimiz aniq qilamiz. Papkaga kir, ya'ni bitta orqadagi papkaga kir, ya'ni yonidan slash teramiz. Slash degani undan keyingi papkani belgilasak bo'ladi. Bitta orqaga chiq va uning ichidan nuqta, bizda secret papka bor edi. Papkani ichiga kir, ya'ni bitta orqaga qaytgan shu direktoriyadan va uning ichidagi secret papkaga kir. Ya'ni bizda mana bu yerda secret papka turibdi. Hozir bizda turgan joyimiz mana bu joy. Bu nima qiladi bu komanda? Bitta orqaga qaytadi va bu yerda sirli bitta papkamiz bor, shuning ichiga kiradi. Adashib ketmayapsizlar degan bittaman. Ya'ni kirdik mana. Hozir biz tekshiramiz qayerdaligimizni, qayerda turganimizni. Hozir terminalda home ichidagi, user ichidagi 1 degan papkaning ichidagi sirli papkaning ichida turibmiz. Ya'ni nuqta bilan belgilangan mana. Hozir bugungi darsimizda shuna o'zi yetadi. Terminalda yaxshilab qaytaringlar. Juda ham oson komandalar, ya'ni sizlar uchun yotib ketadi bu komandalar hali, chunki kamida har kuni 300 martalab, 400 martalab ishlatadigan paytinglar bo'ladi kamida. Shuning uchun komandalarni yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Ya'ni eng basic komandalar. Sizlar bilan 5-6 ta dars Linux komandalarini o'tamiz. Linuxda keyin bemalol terminalda ishlashni o'rganganimizdan keyin undan keyingi darslarda Windows komandalar, tarmoq va kiberxavfsizlikka asosiy kirish, o'sha qanaqa qilib pentesterlar test o'tkazishni ko'rib chiqamiz.